Kelajakda Yer sayyorasi yashash uchun yaroqsiz bo'lib bormoqda. Chang bo'ronlari butun sayyorani qoplagan. Ekinlar yo'qolib ketmoqda. Bosh qahramon Kuper, sobiq NASA uchuvchisi. Endi u oddiy fermer bo'lib yashaydi va ikkita farzandini tarbiyalaydi. Ammo uning qizi Murphy bir kuni g'alati hodisani payqaydi. Xonasida kitoblar o'z-o'zidan tushib ketadi va polga tushgan chang g'alati belgilar hosil qiladi. Keyinchalik ma'lum bo'ladiki, bu oddiy tasodif emas, bu gravitatsiya orqali yuborilgan sirli xabar edi. Kuper bu koordinatalarni kuzatib borib, yashirin NASA bazasini topadi. NASA olimlari insoniyatni qutqarish uchun oxirgi reja ustida ishlayotgan edi. Saturn yonida noma'lum tarzda qurt teshigi paydo bo'lgan. Bu esa boshqa galaktikaga o'tish imkonini beradi. U yerda esa yashash uchun mumkin bo'lgan sayyoralar bo'lishi mumkin edi. NASA Kuperdan juda xavfli missiyani bajarishni so'raydi. Kosmosga uchib, insoniyat uchun yangi uy topish. Ammo bu qaror juda og'ir edi, chunki bu safardan qaytib kelish ehtimoli deyarli yo'q. Kuper va uning jamoasi qurt teshigidan o'tib boshqa galaktikaga yetib boradi. Ular birinchi sayyoraga qo'nishadi. Bu sayyora suv bilan qoplangan edi, ammo u yerda vaqt juda boshqacha ishlaydi. Sayyoradagi 1 soat Yerdagi 7 yilga tengdir. Shu sababli u yerda atiga bir necha soat qolish ham Yerda o'nlab yillar o'tib ketishiga sabab bo'ladi. Missiya tobora og'irlashib boradi. Yoqilg'i kamayadi, jamoa a'zolari halok bo'la boshlaydi. Oxirgi umid sifatida Kuper kemani Qora tuynuk tomon yo'naltiradi. Bu juda xavfli qaror edi, ammo u insoniyatni qutqarish uchun o'zini qurbon qilishga ham tayyor edi. Kuper Qora tuynuk ichiga tushadi, ammo u o'lmaydi. U g'alati joyga, vaqt va makon aralashib ketgan o'lchovga tushib qoladi. U yerda Kuper qizining xonasini turli vaqt kesimlarida ko'ra oladi va u dahshatli haqiqatni tushunadi. O'sha sirli belgilarni yuborgan uning o'zi edi. Kuper Qora tuynuk ichidan muhim ilmiy ma'lumotlarni gravitatsiya orqali qizi Murphyga uzatadi. Murphy bu ma'lumotlar yordamida gravitatsiya formulasini yechadi. Natijada insoniyat Yer sayyorasini tark etib, ulkan kosmik stansiyalarda yashay boshlaydi. Ya'ni insoniyat qutqariladi. Kuper kosmik stansiyada uyg'onadi. U yerda u nihoyat qizi Murphy bilan uchrashadi. Ammo Murphy allaqachon juda qarib ketgan edi. Murphy otasiga shunday deydi: "Men doim bilardim, sen qaytib kelasan." Va yana qo'shimchasiga Murphy otasiga shunday deydi: "Hech bir ota qizining o'limini ko'rmasligi kerak." Shuning uchun Murphy Kuperga uning yonida qolmasligini aytadi. Shundan keyin Kuper stansiyada qolmaydi. U kichik kosmik kema olib, Brentni topish uchun uchib ketadi. Brent esa oldinroq boshqa sayyoraga yetib borgan va u yerda insoniyat uchun yangi koloniya boshlashga harakat qilayotgan edi. Va film shu sahnalar bilan o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, agar sizlarga videorolik yoqqan bo'lsa, iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying va kino haqidagi o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Barchaga rahmat.